I coming twelve cousins and I وقت سیابده hafılar hayatı Ha, aya. Hozir darsdaman. Yaxshi bajaryapsanmi? Darslar yaxshi bo'lyaptimi? Ha, yaxshi bo'lyapti. Gapirishim yaxshimi? Ha, yaxshi. Zo'r gapiryapsan o'g'lim. O'zgarish bormi? Zo'r o'zgarish, zo'r o'g'lim. Xudoga shukr, yaxshi. Ha, yaxshi. Uydamisiz? Ha, uydaman. Men sizlarni juda sog'indim. Xudo xolasa yaxshi bo'lsinlar o'g'lim. Hop. Sizlarni yaxshilar, salom aytib qo'yibsizlarga. Hop, aytaman. Mayli aya, charchamang. Xo'p, mayli, yaxshi o'g'lim. Hop. Qarang qanday ularning yuzida ham tabassum, sizni yuzingizda ham tabassum. Juda katta o'zgarish. Nutqingiz ham ravon, o'zingizga bo'lgan ishonchingiz ham hozir men oyingiz gapini eshitib juda xursand bo'lib ketdim. Hali darsni tugatmadik. O'zingizda nimalarni his qildingiz? O'zgarish bo'ldimi? Mana ochiqchasiga haqiqatni aytib bering bizga. Menda juda katta o'zgarish bo'ldi. Boshida kelganimda kuchli duduqlanish bor edi. Hozir umuman yo'q. Inshaalloh ravon va aniq gapirib zo'r bo'lib ketasiz xudo xolasa. Oxirgi darsingizda butunlay duduqlanishni yengib, odamlar orasida erkin va qo'rqmasdan mardlarcha muloqot qila olamizmi? Ha, muloqot qila olamiz, bemalol. Zo'r, молодец Muhammad. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar odamlarga erkin ovozingizni ko'rsatib bera oling. O'zingizni tabiiyligingizni odamlar bilsin va siz ishonch bilan ularga gapira oling. Har doim. Xo'p, ustoz.